ota-onangiz 40 yosh, 50 yoshdan oshgan bo'lsa, tabletka, boshqa narsalar berayotgan bo'lsangiz, shu 3 ta mahsulotni doim yeb turishingiz kerak. Bu birinchisi nima? Birinchisi qora sedana. Qora sedana 40 yosh, 50 yoshdan oshgan insonga juda ham yaxshi. Shamollashlariga, boshqa tomonlarga uni asalga aralashtirib yeydigan bo'lsa, umumiy qon aylanishlariga, shamollashga juda ham yaxshi yordam beradi. Ikkinchisi rozmarin. Xotirani mustahkamlaydi, uyquni yaxshilaydi, davlinani normal holatda ushlab yuradigan narsalardan biri. Albatta bu ikkinchisi. Uchinchisi esa albatta kalsiyga boy bo'lgan kunjut. Kunjutga odamlarimiz mana kilolab sotadi. Bozorga boring. Bozorga borsangiz buni kilolab sotadi. Ushbu narsani asalga aralashtirib, xolasa o'zini yesin, xolasa asalga aralashtirib yesin, xolasa sedandan qo'shib turib asalga aralashtirib yesangiz ham bo'ladi. Doimo shu 3 ta narsa 40 yosh, 50 yoshdan oshgandan keyin ota-onangizning uyida tursin. Oyoq og'rig'i, bo'g'in og'rig'iga kalsiy yetishmovchiligi o'zi 30 yoshdan oshgandan keyin kalsiy yetishmovchiligi boshlanadi. Ushbu narsa esa kalsiyga juda ham boy. Shuning uchun organizm o'zi ishlab chiqarib, tashqaridan kalsiyni iste'mol qilish kerak. Ushbu 3 ta mahsulotni ota-onangizga hoziroq bugunoq bozorga borib kartoshka, piyoz olib beravermasdan ushbu narsalarni ham ota-onangiz olib bering. Chunki bu narsalar organizmda qon aylanishini yaxshilaydi, qonni suyultirib, asab tinchlantirib, doktorga bormay qo'yadi. Ishi tushmaydi doktorga. Ilohim ota-onangiz doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu videoni ota-onangizga jo'natib qo'ying, videoni saqlantirib oling, objektga kerak bo'ladi. Kichkina tabka azob bo'lishini unutmang.